7000 so'm bilan 80-100 kilometr yuradigan miniatyurni elektromobil. Koreyskiy. 2 o'rindiqli. Mana bu balonlarni qarang. R12 Damas balon hisobda Vosen diskalar bilan. Kupe, qarang, 2 eshikli. Bu hisobda mashina, mana bu eshiklari, metallari o'ta katta mashinani urib kichkina qilib qo'yganda. Orqalarini qarang. Juda chiroyli ishlagan. COC. Ishlarni ko'rsataman. Shu turishiga konditsioner pechkalargacha bor. Mana bu sidenlarga qarang. Ichlari Tiffany. Bluetooth magnitofonlargacha bor. Avtomat korobka. 9000 yurgan mashina qarang. 7 kilovatli hisobda mashinamiz 7000 so'm bilan 80-100 kilometr yuradi. Qo'l qolish kerak. Ammo yurishi uragan. Hozir bosib ko'ramiz. Bir ko'ring. Zig'i shu turishiga razgon bo'yicha Cobalt Gentra'ni spakoyni oladi. Shu mashinadan, elektromobilchadan O'zbekiston ko'chalarida ko'rganlar bormi? Like bosib qo'ying.